Assalomu alaykum 4571 va Bo'stonuz kanalining hurmatli obunachilari. Bizlar hozir To'rtboz markasındamiz. Kommunizm xarid edilen Ulug'bek. Atayurt qaraydi. Atayurt mahallasındamiz. Kumushay singlimizning shunday bir qiynalib turgan ekan, kasal bilan qo'llari ishlamaydi. Ne bo'lgan o'zi? Tushuntirib berasizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Shu qizimiz Kumushay 10 yaşında, 11 yaşında hazır. Şu dıqsıpı kasalligi bilan kasallanib qolgan. Shu dorilarni ichib hazır uspokоyuş bo'lib turibdi. Mana siz hozir doktora ko'rsatdingiz, sinovda turibdilar, rezultat nima? Nima tashxis qo'yib turibdilar hozir. Miya falaji dedi. Davolasa bo'ladi, ha? Davolasa bo'ladi. Aytishni safaranda davolasa bo'ladi ekan. Xudo xolasa. Kumushay singlimiz ham sizning farzandingiz soppa-sog'lom, bizning farzandimiz soppa-sog'lom bo'lgan vaqtida shunday bir Xudoy taoloning sinog'ida hozir ko'rib turganlaringizdek, şu videolarımıza ko'proq layklarni bosib qo'yinglar. İmkonimiz bo'lsa ekranda karta nomerlarini qoldiramiz, o'zlarining karta nomerlarini ehson qilinglar. Ehsonni katta kichsiz bo'lmaydi. Ro'za Ramazon oyida ulug'ning loyini Xudo xohlasa shu videolarimiz behudadan oldingizdan chiqib siz ko'rib o'tirganingiz yo'q. Sanog'li dunyo bu do'stlar. İmkonlaringiz bo'lsa ehson qilinglar. O'zi 7000 8000 dollar bo'lsa, Xudo xohlasa davolasa bo'ladi ekan. Shuning uchun ko'proq insonlarga yuborib qo'yinglar. İmkonlaringiz bo'lsa ehson qilinglar. Albatta sizlarga ishonamiz. Qo'llab-quvvatlab, Xudo xohlasa Kumushay singlimizni sog'lom bo'lib yugurib ketishine sababchi bo'lib qolinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video davomida az sharoitlarni ko'rsatib o'taman do'stlar. Sog' bo'linglar. Do'stlar, ushbu yine Kumushay singlimizni uyining tashqari qismi. Qo'shqonlari bormi? Ne narsasi bo'lsa yana ko'rib turganlaringiz sotgan ekanlar. Shu majbur bo'lganki bizlarga murojaat qildilar. Endi bu oilaga ham oson emas. İctimai tarmoqqa chiqib o'zini navbatishida. Doğrusiz adam majbur bo'lgandan bo'ladi bu. Bizlar ham shu sizlarga yoritib beraylik. 3 oyda ehson qilaman deb o'tirgan odamlar bordir. Ko'nglini duyib qo'ygan ro'za oyida ehson qilaman shuning bizlar olaylarga deb. Aynan shu joyindamiz do'stlar. Agarda ko'nglingizda ehson qilib imkonim bo'lsa, imkonlaringiz bo'lsa, ekranda nomerlarga bemalol telefon atinglar. O'zim nomerlarni qoldiramiz, ham karta nomerlarini qoldiramiz. Ko'rib turganingizdek sharoit og'ir doğrusu. Hech kimni boshına bugun samazan veren var da. Shuning uchun do'stlar iloji boricha shu videolarimizni kengroq tarqatib qo'yinglar. Shu Kumushay singlimiz oyoqqa turib yugurib ketib xursand bo'lib yurgan videolaridan Xudo xohlasa ko'rishimizga sababchi bo'lib qolinglar. Va shu bir dona bosgan like'ingiz boshqa ehson qilaman deb o'tirgan insonlar oldidan chiqishina sababchi bo'ling va savobina sherik bo'ling do'stlar. Xudo xohlasa videolarimiz ko'proq tarqatib qo'yinglar. Ehsonlaringiz bo'lsa kartalarga bemalol ehson qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.